Ko'pchilik panoramning oynasida Sky Lounge borligi haqida gapiradi, lekin kamchilik aslida nima ekanligi va nima uchun xizmat qilishini gapiradi. Masalan, ushbu avtomobilda 15 ming donadan ortiq bo'lgan mayda chiroqli elementlar siz uchun xizmat qiladi. Faqat to'g'risini aytish kerak, quyosh botgandan keyin avtomobil interyeri siz uchun Rolls-Royce'ning atmosferasini taqdim qiladi, lekin kunduz kuni borligi ham bilinmaydi. Xulosa qilib aytganda, bu avtomobil uchun opsiya, kayfiyat uchun opsiya va mehmonlar oldida siz uchun yana opsiya bo'ladi. Albatta, bu sizga taqdim qilinadigan funksiyasi silishkin ko'pligidan zametkaga yozib olinadigan kam sonli BMW ning 40i M paketi. Narxi yetkazib berish va bojxona to'lovisiz bor yo'g'i sizga tushadigan narxi 127 ming AQSh dollari bo'ladi. M60 ga qaraganda aynan bu model juda ko'plab sotilishining sababi esa ham o'zining narxi hamda bojxona to'lovi hamyonbop bo'lishi va juda ko'plab opsiyaga boy bo'lganligi sabab bo'ladi. Video davomida hamma opsiyalarni sanab o'tishga vaqtimiz yetmay qoladi. Shuning uchun qolgan opsiyalarni video ostida batafsil yoki Telegram kanalimizda ko'rib olishingiz mumkin. Shahar ichida juda ham chaqqon bo'ladigan B58 motori o'rnatilgan bo'ladi. 3 litrli twin turbo 380 ot kuchi atrofida bo'ladi va I obrazli 6 silindr bo'ladi.